Trassadan yoki pulli yo'ldan chiqish trak treyler va uning yukining og'irligi tufayli xavfli bo'lishi mumkin. Chiqish tezligini soatiga 5 milga pasaytiring, chunki yo'lak chetidagi tezlik standart avtomobillar uchun mo'ljallangan, yuk mashinalari uchun emas. Egirlik bilan chiqqan yo'laklar trak treylerni barqarorlik markazidan chiqarib yuborishi mumkin. Bu esa ag'darilish xavfini ham oshiradi. Bunday holatlarni oldini olish uchun chiqishdan oldin tezlikni moslashtiring, keskin tormoz va burilishlardan saqlaning. Qiyalik bilan pastga tushadigan chiqishlar xavfliroq, chunki tezlikni kamaytirish qiyinlashadi. Trassaga yoki pulli yo'lga qo'shilishda boshqa haydovchilar e'tibor bermasligi yoxud yon yoki orqadan kelayotgan transport vositalarini ko'rmasligi mumkin. Ba'zi kuchli ko'tarilishga ega kirish yo'laklari bor. Bu esa trak treylerni tezlikka chiqarishni qiyinlashtiradi. Burilish signallaridan xavfsiz foydalanish. Chap burilish signalini yoqib qo'ying. Shunda haydovchilar sizning yo'lga qo'shilmoqchi ekanligingizni bilishadi. Trak treyler katta bo'lsa ham burilish signali boshqa haydovchilarning e'tiborini tortib, ularga joy bo'shatishga yordam beradi.